Assalomu alaykum Sidor opa. Men Saudiya Arabiston davlatidan keldim. Implantni qo'ydirish uchun. Men boshida juda qo'rqqan edim, og'riqli va qiyin bo'lsa kerak deb. Yo, alhamdulillah, juda yengil va oson, og'riqsiz qo'yib berdingiz. Ham narxlari ham uncha qimmat emas. Men umuman boshqacha tasavvur qilgandim keyin sizni muomalalaringiz, klientga bo'lgan e'tiboringiz juda yoqib qoldi. Inshaalloh yana kelganimda labial plastika, boshqa nimalarni ham inshaalloh qildirib ketmoqchiman. Bu safar vaqtim qisqaligi uchun ulgurmadim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qolgan patsientlaringizga ham tavsiya qilaman. Implantni hech qanaqa og'riqsiz, yengil qo'yiladigan narsa ekan, hech qanaqa zararsiz. Men bu narsani juda ko'p internetlardan nimasi haqida eshitib, ko'rib keyin keldim. Bu narsa Saudiya davlatida ham juda oddiy holatga aylangan. Hamma o'sha qo'ydirib, spirallar, eski spirallar qo'yilmaydigan bo'lib ketgan. Implantni shunga o'xshagan, chipga o'xshagan narsalar, bilagiga qo'yiladigan narsalar juda rivojlangan hozir. Bu narsani zarari yo'q deb o'ylayman. Qolganlarga ham tavsiya qilaman, juda yaxshi ekan. Rahmat.